Shu Sirdaryo tumani Sholikor mufida tug'ilib o'sganmiz mana shu yerlarda. Fermerlik bilan shug'ullanayotganimizga 23 yil bo'ldi. Dehqonchilik men bilishim 3-avlodda. Bobolarimiz mana shu yerda ishlagan vaqtda shular orqali shularga yer berishgan, shulardan bizga o'tib kelib foydalanib kelyapmiz-da. Sholing har xil navlari bu lazer navi. Alanga navlari bor, nukus navi bor, navlari ko'p. Endi bu ertangi bo'lgani uchun lazer navlari ekilganda bu yerlarga. Bozorda talab mana shunga yaxshi bo'lyapti. Shuning uchun ko'pchilik shu lazer ekyapti. Yaxshi hosillar, ko'rinish yomon emas, mana Xudo xolasa barakasini bersin. Uzrais bilan 2019-yildan beri ishlaymiz. Shartnoma qiladigan bo'ldik, ular dori beradigan bo'ldi, kanalni oldi, ular remont qilishdi, polni yaxshi holatga keltirishdi. Nasoslar yangilandi, hamma joy yaxshi remont qilingandan keyin Xudoga shukr suvdan muammo bo'lmadi. Uzrais bilan ishlab Xudoga shukr yomon bo'lmadik.